Luxga fora beradigan byudjetli kosmetika. Birinchisi bu Lux vizajni CC kremi. Bu yozga juda ham mos, chunki ikkinchi terda yotadi va juda ham yengil. Yoki Lux vizajni boshqa tonalkasi ham bor, bu undan ham yaxshi. Keyingisi bu concealer. Buni teksturasini sevdim. Juda ham chiroyli, vlajniy finish beradi. Keyingisi bu contouring va bu albatta influence. Bu eng to'g'ri skulptor rangi, chunki bu prям kulrang va естественный soya beradi. Va bu kech tekkanidan rastushovka bo'ladi. Rumyana esa Shiglemniki. Faqat originaldan olinglar. Buni otteniklari juda ham ko'p va rastushovka bo'lish ham oson. Siz xohlagan look boy rangni topa olasiz. Pudrani esa men Pons'ni tanlagan bo'lardim. Birinchidan ob'yomiga qarang, bu butun umringizga yetadi. Bu shunaqangi Photoshop effektini beradi. Keyingisi bu art vizajning siyashkalari. Bu katta dispersli siyaniya beradi. Duxromoviy ikkita rang beradi. Qalamlar bo'yicha bu Stellary yoki Miss Taste. Menga Stellaryni yoqqan otteniga bu 04, sovuq pushti rang. Miss Taste'dan 780, bu juda och va neytral rang va hamma qizlardagi baza 765. Sizlarga shunaqa obzorlar yoqsa, kommentariyada yozib qo'ying, ko'proq qilaman. Shu mahsulotlarga ссылкаларni esa meni Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Всем пока.